Qurilish va kommunal sohada ro'y bergan muhim voqealar tafsiloti bilan hafta dayjesti. Raqamlashtirish va ochiqlik deputatlar ishtirokida taqdimot va press-tur bo'lib o'tdi. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari ishtirokida korrupsiyaga qarshi kurashish va sohani raqamlashtirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan keng qamrovli taqdimot tashkil etildi. Tadbir doirasida shaffof qurilish, milliy axborot tizimi, elektron davlat xizmatlari hamda Yangi Toshkentdagi yangi modul bino faoliyati bilan tanishtirildi. Tadbirning rasmiy qismi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vaziri o'rinbosari Ozoda Jo'rayevaning kirish nutqi bilan ochib berildi. U o'z nutqida keyingi yillarda sohada korrupsiyaga qarshi kurashish, shaffoflikni ta'minlash va raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilayotganini ta'kidlab, davlat xizmatlarini ko'rsatishda inson omilini qisqartirish hamda qaror qabul qilishda adolat va xolislik tamoyillarini mustahkamlash ustuvor vazifalardan ekanini qayd etdi. Taqdimot davomida Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi mas'ul xodimi vazirlik faoliyatida raqamlashtirish orqali ochiqlikni ta'minlash borasida amalga oshirilgan ishlar haqida batafsil ma'lumot berdi. Xususan, vazirlik faoliyati korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ISO 37001/2016 xalqaro standartiga muvofiq deb topilgani, korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tizimi samaradorligi 2024-yilda 71 balldan 2025-yil yakunida 86 ballga oshgani ta'kidlandi. Xalqaro hamkorlik Koreya bilan innovatsion qurilish materiallari bo'yicha muloqot bo'lib o'tdi. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi hamda Texnik me'yorlash va standartlashtirish ilmiy-tadqiqot instituti vakillari Koreya Respublikasining soha tashkilotlari delegatsiyasi bilan ichki uchrashuv o'tkazdi. Muzokaralarda zamonaviy qurilish materiallarini O'zbekistonda ishlab chiqarish, ularni xalqaro talablar asosida sinovdan o'tkazish va standartlashtirish masalalari muhokama qilinib, ikki tomonlama hamkorlikni chuqurlashtirish yuzasidan kelishuvlarga erishildi. Faxriylar tajribasi soha rivojida avlodlar uzviyligi mustahkamlanmoqda. Vazirlar Mahkamasining 431-son qarori ijrosi doirasida arxitektura va qurilish sohasi faxriylar kengashi tashabbusi bilan shaharsozlik litiyida davra suhbati tashkil etildi. Unda faxriylarning kasbiy tajribasidan foydalanish, shaharsozlikda ilmiy amaliy yondashuvlarni kuchaytirish hamda hududlardan samarali foydalanish masalalari muhokama qilindi. Tadbir yakunida bir guruh faxriylarga kengash faxriysi maqomi topshirildi. Shu va shu kabi muhim yangiliklardan doimiy xabardor bo'lish uchun ijtimoiy tarmoq sahifalarimizga obuna bo'ling.